Yonab gibrid avtomobilining taqdimot marosimi rasman ochildi. Test drive boshlashimizdan oldin tanishtirishim hojat bo'lmasa kerak. Jigar Nodirxo'ja akam bilan birgalikda test drive qilamiz. Bu mashina nafaqat shaharda tog'li yo'llarga ham mo'ljallanganini sizga ko'rsatib berish maqsad bo'lgan. Va nihoyat narx e'lon qilindi. Jigar. Bundan zo'r mashinalarni ko'rib tashlaganlar. Bu mashina bular uchun picheyni deydimi? Bu dvigatel va DMI'ning yangi avlodi birgalikda 0 dan 100 gacha bu avtomobilni 7,5 sekundda qo'zg'atadi. BYD'ning 2026-yilda eng uzoq kutilgan modellaridan biri BYD Yonab gibridni bugun taqdimot marosimi. Shu munosabat bilan bugun yig'ilganmiz. Shuncha mashinalarni taxlab qo'yishgan va biz bugun taqdimot marosimi uchun Green Hills Resortga tashrif buyuramiz. Ya'ni bu mashinalarni birinchi test drive qilib, shahar sikli, trassa va tog' siklida test drive qilgandan keyin Green Hill Resortda buni taqdimot marosimi bo'lib o'tadi va narxlar bilan tanishib chiqamiz. Agar sizga haqiqatan bu mashina qiziq bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Assalomu alaykum, biz boshladik. Bu model O'zbekistonda rasmiy to'liq rangda taqdim etiladi. Oq, qora, kulrang va ko'rib turganingizdek to'q yashil rangda. Aynan shu rang menga juda ham yoqdi, chunki O'zbekiston uchun yangi turdagi rang hisoblanadi. Bekordan bekorga tashkilotchilar hamma mashinalarni aynan shu rangda taqdim etmagan bo'lsa kerak. Sizga ham yoqdimi? Izohda yozib keting. Hozir biz ro'yxatdan o'tish jarayonidan o'tyapmiz, ya'ni har bitta ishtirokchini ro'yxatga olib, harakatlanadigan mashinasini belgilab berishyapti. Bu menga, bu senga. Biz hozir briefingdamiz, bizga tushuntirishyapti. Green Hillsga borganda lokatsiyalar bo'yicha yo'nalishlar hammasini biz 10-raqam ekanmiz. Menda 11. Iboda 11 ekan. Surishamiz, qarach, oldinga ketin ketar ekanmiz. Surishamizmi? Yoraman lekin. Ovoz chiqmaydi lekin. Mayli, men o'zim ovoz qilib olaman. Test drive boshlashimizdan oldin tanishtirishim hojat bo'lmasa kerak. Jigar Nodirxo'ja akam bilan birgalikda test drive qilamiz, ya'ni galma-galdan haydab boramiz. Shahar, trassa, tog' rayonlarida oxirigacha kuzatib boringlar. Qiziq momentlarni bo'lishib boramiz, okey? Bitta like bosib qo'ying. Biz Nodir aka bilan harakatni boshladik, xudo xohlasa, Yunusoboddan. Hozircha mashinani parametrlar bilan tanishtirib o'taman. Batareyamiz bizani 110 kilometr yetadigan 18 kilovatli batareya bo'lsa, hozir bizga 64 kilometrga yetadigan darajada zapas qolgan deb ko'rsatyapti. Benzin bo'lsa 1088 kilometr ko'rsatyapti. Umumiy olganda 1152 kilometr yetadigan quvvatimiz bor degan ma'noni bildiryapti. Endi bu qanchalik to'g'ri bilmadim. Hozir hisoblaymiz borgandan keyin va odometrimizda bo'lsa 75 kilometr ko'rsatyapti. Mashina hali yangi ekan, okey? Birinchi biz haydayapmiz. Men hozir nimani sezdim? Chunki mashinani balonini davleniyasi balon 2,5, okey? 2,5. Bittasi orqada 2,6. Aka 2 qilish kerak. Qurt bo'ladi. Bo'ladi. Xo'p, tashqi harorat 26 gradus. Mashinada hozircha 3 kishi harakatlanyapmiz. Boya o'tganimdek 3 ta siklda, ya'ni shahar, trassa va tog' rayonlarida harakatlanamiz. To'liq ma'lumotlarni mana shu video davomida aytib boraman. Nimani his qilyapmiz, qanaqa mashina o'zini ko'rsatyapti. Nodir akam bilasizlar, jigar faqat to'g'risini aytadilar. Jigar. Bundan zo'r mashinalarni ko'rib tashlaganlar. Bu mashina bular uchun picheyni deydimi? Tog'ga, manzilimizga ham yaqinlashib qoldik, Green Hills Resortga. Mashinani shaharda probkada haydadik, trassada haydadik. Hozir mana tog' rayonda haydayapmiz. Dinamikasi, tiyagasi zo'r. 0 dan 100 gacha 7,5 sekund bergan, menimcha bu haqiqatga yaqin. Eng asosiysi mana shu gaz pedalini bosganingizda bor-ku, o'ylamaydi, siraz javob beradi. Ana, yamasi yo'q. Nima dedingiz, aka? Sezdingizmi? Undan tashqari hozir mashinani mana odometr bizga 150 kilometr ko'rsatyapti. Menimcha boshlaganimiz 75 da adashmasam. 75 yurdik. 75 yurimizda, yana 1071 kilometr yurasan deyapti. Akkumulyatorimiz 9 kilometr yetadigani qolibdi. Benzin bo'lsa 1062 kilometr yetadigani qolgan deyapti. O'shanda qancha bo'lyapti hisob kitob bo'yicha? Agar hisoblab olgan bo'lsangiz, izohlarda yozib ketinglar. Mana Nodirxo'ja aka shu paytgacha bizda Yonab bor, eng ko'p sotiladigan, hech kimga sir emas, EV. Даже bor pulini to'layman desangiz ham kutasiz. Do'stim, shunaqa bo'lib ketgan. Shunaqa vaqtlar bo'ldi, 1,5 oylab kutishdi odamlar. Defitsit bo'lib ketdi. Zo'r, eng zo'r sotiladigan mashinalardan biri bo'ldi. Chunki narxiga juda ham ommabopti. Odamlarga yoqdi. Faqat ko'p tanishlarim so'raydi-ku. Viloyatdan so'rasa, men EVni
maslahat bera olmayman, ular ham o'ylanadi viloyatda bo'lgani uchun. Endi zaryad qilish Toshkentga qaraganda unaqa rivojlanmaganda. Mana endi hozir mana shu gibrid menimcha viloyatda sotilish bo'yicha nomer 1 bo'lsa kerak deb o'ylayman. U bekorga BYDdagi marketingni olib kelmagan buni gibridini. Bo'lmasam faqat tokini ham sotursa bo'lardi EV'sini. Tepaga ko'tarilyapmi, aka qarang. Sezyapsizmi qiynalayotganini? Yo'q, tikka tortdi. Bosyapti, to'g'rimi? Tagiga vasha zo'r. Mana shu elektromobillarda, gibridlarda shuni yaxshi ko'raman-da, aka. Mana shu og'ir yuk bilan, ko'p odam bilan yursangiz ham, tepaga ko'tarilayotgan bo'lsangiz ham, mana tekis yo'lni kuchi bilan ketaveradi-da. O'tirmaysiz. Qilmaydi, anaqa. Ha, dash mana tepaga ko'tarilayotganda razgonlarga ham o'ylamasdan chiqaverasiz, qo'rqmasdan. Mashina uyaltirib qo'ymaydi sizni. Yuvanab gibrid avtomobilining taqdimot marosimi rasman ochildi va barcha blogerlar ommaviy axborot vositalarini qiziqtirayotgan savol narx qanaqa bo'lar ekan? Hammamiz kutyapmiz. Sizlarga qiziqmi? Hozir ko'rsatamiz. Va nihoyat narx e'lon qilindi va narx 266 million 700 ming so'm. Agar sizga bu mashina qiziq bo'lsa, to'g'ridan-to'g'ri borib shartnomalarni rasmiylashtirib avtomobil xarid qilishingiz mumkin. EV bilan bir xilmi? Demak, sizda imkoniyat bor. Xohlasangiz shu narxga EV, ya'ni to'liq elektr olishingiz mumkin. Xohlasangiz xuddi shu mashinani gibrid versiyasini xarid qilishingiz mumkin. Test drayvimizni birinchi qismini tugatib, biz asosiy lokatsiyaga yetib keldik. Bu lokatsiyani bekorga tanlamadik. Bu mashina nafaqat shaharda tog'li yo'llarga ham mo'ljallanganini sizga ko'rsatib berish maqsad bo'lgan. Yuvanab EV, ya'ni elektromobil bilan tashqi ko'rinishi o'lchamlari bir xil bo'lgani bilan yana bir bor aytib o'taman. Eniga 1830, uzunasiga 4330, balandligi bo'lsa 1495 mm. Balonlar bazasi bo'lsa 2620 mm tashkil qiladi. Old radiator panjarasi orqaligina faqat bu gibrid yoki elektromobilligini farqiga borsangiz bo'ladi. Hozir bo'lsa kapotga o'tamiz. Kapot ostida esa bizni 145 kilovatli 4 silindrli atmosferniy dvigatel kutib oladi. Bu dvigatel 0 dan 100 gacha bu avtomobilni 7,5 sekundda qo'zg'atadi va 100 kilometrga 3,1 litr yonilg'i sarf qiladi. Salon qismiga o'tadigan bo'lsak, eshik konsolidan boshlaymiz. Tepa qismida yumshoq plastmassa, bu qismida bo'lsa sun'iy charm va pastki qismida plastmassa bilan jihozlangan. Haydovchi o'rindig'i bo'lsa, elektronik 6 yo'nalishda sozlanadi. Old yo'lovchi o'rindig'i bo'lsa, mexanik 4 yo'nalishda sozlanadi. Rul chambaragi charm bilan qoplangan va undan tashqari isitish funksiyasiga ham ega. Va undan tashqari mexanik yo'l bilan buni 4 yo'nalishda sozlasangiz bo'ladi. Uzatmalar selektori odatiy joyidan ko'chib, rul orqasiga o'tgan, bu sizga harakat davomida qo'shimcha qulayliklar beradi. Bu joyda bo'lsa yurish rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi, ya'ni Eco, Normal, Sport, Core. Va undan tashqari bu joyda avariya tugmasi, Auto Hold, Start Stop tugmasi, undan tashqari EV va gibrid rejimiga o'tish tugmalarini ko'rsangiz bo'ladi. Old oyna isitish, sovutish tizimi va balandlikni sozlash tugmalari bilan, roliklar bilan jihozlangan. Aynan shu joy sizga yoz paytida kerak bo'ladi, chunki simsiz quvvatlash uchun, telefoningiz qizimasligi uchun sovutish tizimiga ham ega. Faqat oldi ikkita o'rindiqgina isitish tizimiga ega. Ko'rib turgan interyeringiz ikkita rangda taqdim etilgan. Ya'ni ko'rib turgan qora va qaymoq rang. 12.8 dyumli ekran, sensor ekran menga juda ham yoqdi, ishlashi juda ham tez, hech qanaqa qotmasdan o'sha premium segmentdagi avtomobillarning tezligida. Tom qismiga keladigan bo'lsak, katta panorama joylashgan, lyuk yo'q, lekin mana shu parda sizni yozda jazirama quyoshdan saqlaydi. Lekin menga yoqqan joyi mana shu oldi o'rindiq orqa qismi ko'p mashinalarda plastmassa bo'ladi. Arzon plastmassa, bunda bo'lsa o'sha charm davom etgan, nima deydi, bir o'zgacha ko'rinishga ega-da, orqada o'tirgan odamga ham mazza. G'ildiraklar o'lchamiga keladigan bo'lsak, 215 ga 65 R16, old va orqa hammasi supportda. Bakimiz 45 litr benzin ketadi. Batareyamiz bo'lsa 18 kilovat. Agar faqat elektr rejimda harakat qilaman desangiz 110 km yura olasiz. Benzin bilan gibrid rejimida to'liq 1100 km harakatlanishga yetadi. Xo'p, 45 litr benzin ketsa, tokda 110 km yurib bersa, umumiy 1100 km yursa, 0 dan 100 gacha tezlanishi 7,5 sekund bo'lsa, undan tashqari 100 km ga 3,1 litr benzin ichsa, narxi 266 million 700 ming so'm. Menimcha yomon narx emas. Siz qanaqa fikrdasiz? Izohlarda yozib ketinglar. Agar keyingi videolarimizda qanaqa avtomobil obzorini ko'rish xohlasanglar, uni ham izohda yozib ketish esdan chiqmasin.